Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Ramazon oylari hammaniga muborak bo'lsin. Mana biz navbatdagi obyektimiz ham bitkaz oldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu obyektimizga 60 ga 120 kafirlardan zinlarni yasab berganmiz. Zinlarning kачествоsi ham o'ta tiniq, o'ta ideal xudo xolasa. O'zbekiston kafirlari ham Xitoy kafirlaridan qolishmoqda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Zinalarga 15 ga 30 qilib zinalarni yasab berganmiz. Yo'llarga esa sapajo deydi, puluntus, ya'ni only puluntuslarni yasab berganmiz. Bu ham o'ta ideal, puluntusdan ancha ochirgan narsa zinani. Va bu yerda yerimizga 60 ga 120 mana shu kafildan yerga ham bosib berganmiz. Taxminan bu yerimiz 25 kvadrat, 30 kvadrat atrofida chiqib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonda esa tahoratxona bo'lgan. Tahoratxonamizga devorga 60 ga 60 dan ikrat aylantirib berib berganmiz. Yerlarga esa 60 ga 120 har doimda. Xo'p, tahoratxonamizni ko'rishingiz mumkin. Sal iflosroq e'tibor bermaysizlar. Xo'p, bu yerda mana shu yergacha nurlab kelib turib, uklonimizni tahoratxonaning o'ziga berganmiz. Suv o'rnamadi umuman. Mana bu yerga rakovina o'rnatgan xudo xolasa. Bu yerni ham chiroyli holatda qilib terib berganmiz. Va shundan chiqishda va bu tomonda zinalarimizni 2 etajli binoyimiz bu. Bu binoyimizni birinchi etajdamiz hozir, mana ikkinchi etajga ko'tarilmoqdamiz. Va bu tomonga ham o'nli sapajok plashatkasi o'sha kafildan. Va bu tomonda ham 15 ga 30 zinalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda hali obyekt tayyor emas ekan. Sapajok puluntusiga xudo xolasa addelkasini ham qilib berishsiz ustilar, keyin bu tomondan davom etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana zinalarimiz. Bu tomonga ham 60 ga 120 plashatkasi kafil, sal qorong'uga yaxshi ko'rinmayapti. Bu tomonga ham mana zinalarimiz. Xudo xolasa o'ta chiroyli holatda chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston kafirlarini ham Xitoydan qolishmagan qilib, birga bir qilib o'zimizda ishlab chiqarildi-da. Kачество bilan o'ta ideal. O'zbekistonning kafirlari ham Xitoy bergan effektini, Xitoy bergan kачествосini beraveradi. Mana shu obyektimiz. Xudo xolasa bu obyektimimizdagi ishlarimiz yakunlandi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin.